Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, kanalimiz a'zolari. Qo'qondagi Saxiy magazinimizdan 196 Zobur 196 modelli motoblogimiz sotildi. Motorlari radiatorli motorlardan bo'ladi. 160 gradusga buriladi. Qo'shimcha dinamlar qo'yilgan. Kalitga zavod bo'ladi. Xohlasalang guruchni o'tasilang bo'laveradi. Originalidan, mana pechatlisidan. Qo'shimcha dinamlar qo'yilgan. Radiatorli holatda. Salarka boklari 12 litr oladi. Oldi starterlari, orada dinamlari joylashgan. 3 remi orqali harakat qiladi. Bag'iga 100 talik pompa qo'yib olsalangan bo'laveradi. Dori apparat qo'yib ishlatsalaring ham, boshqa agregatlarni ham shu remi orqali ishlatsalaring bo'laveradi. Orqasida freza bir korpusli puliklari bor. Mana akkumulyatorlarni ham ochib ko'rsatamiz. Mana uni yechib boshiga qotiriladi. Shunda qo'yiladi, freza pichoqlarni tergandan keyin bo'ldi. Xuddi mana bu bo'shagan kattalikcha bo'ladi. Toshbaqa quyon tezliklarigacha bor. Mana toshbaqa quyon tezlik kurslari bo'ladi. Mana kurslari toshbaqada quyonda harakat qiladi. Akkumulyatorda tok beradigan shetdan ko'rsatadi. Mana qo'shimcha dinamlar qo'yilgan, akkumulyatorga zaryad beradi. Mana akkumulyator holatda mana shundan tok chiqdi. Qancha dedingiz? Motori ham original Zubur motorda. Mana o'yib yozilgan, bu lakilenki emas. Korobkasida ham o'yib yozilgan Zubur bo'ladi mana. O'zi qayerdan biladi mana 196 ligini desalaring mana motorga ham yozib qo'ygan bo'ladi o'yib. Hozir antipiris quyildi mana, petga ham antipirislar qo'yib, antipiris orqali sovuradi. Balonlar mana 600 ga 12 lik, bu ham Super firmaniki bo'ladi. 600 ga 12 lik balonlardan qo'yilgan. 360 gradus buriladi. Mana korobkaga Xitoy qilib o'yib yozilgan holatlari ham bor. Kimga shunaqa motobloglar, Zuburlar kerak bo'lsa murojaat qilsalang, optim narxlarda qilib beramiz. Laketsa bemalol tashlab berilaveradi. Dastlabki yaxshi chiqarib yuboramiz ham. Dastlabki pullari addenli holatda bo'ladi. Mana bu yerda agri qo'shimcha bir korpusli puliklari hamda shu orqasiga 1.15 lik frezalari qo'shib beriladi. 1.20 ga bemalol cho'tin orasiga mana shu haloz orqali kirib chiqaveradi. Qo'shimcha mana shu orqali kirib chiqaveradi balonlarga. Salarka rasxodlari soatiga 1 litrga borar-bormas bo'ladi. Bu salarka motorni bir silang ancha baquvvat ham bo'ladi, ham qizimaydi. Manzilimizni eslatib o'tamiz. Mana Qo'qondagi Saxiy do'koni. Murojaat qilaverasizlar akalar.